Bilasizmi? Bu gaplarni eshitish menga juda ham qiyin. Lekin sizdagi qaynana onajonlar ko'payib ketayotganligi uchun, muammo kimdaligini bilmasdan turib, kelinlarini ko'p ayblayotganligi uchun shu gaplarni eshitishim shart. Nima qilish kerak? Birinchi qiladigan ishimiz bu bolani nafaqat biza endokrinologlar, urolog ko'rish kerak, psixolog ko'rish kerak. Ya'ni bu mutaxassislar bilan biza ishlashimiz kerak birga. Ana o'shandagina bu bolani o'sha jinsiy aloqaga bo'lgan o'sha xohishini oshirishimiz kerak. Bu o'g'li juda ham bosh miyasida juda ham o'sha psixologik muammolar bor. Bu psixologik muammolarni mana shu 3 ta mutaxassis bilan birga ishlab, nasib qilsa davolaymiz. Ana undan keyin hammasi yaxshi bo'ladi degan umiddaman. Bu uchun siz ona sifatida ikkita yoshni qo'llab-quvvatlashingiz kerak. Bu ikkita yosh ikkalasida muammo bor, lekin siz bu muammoni yanada qaynana oyi bo'lib kuchaytiryapsiz. Uzr, men bu gaplarni aytishga majburman. Nasib qilsa ikkita yoshni qo'llab-quvvatlaysiz. Bizni mutaxassislar bularni davolaymiz. Ana o'shandagina bularda nasib qilsa farzand ham bo'lishi mumkin. Mendan xafa bo'lmaysiz. Ularga xalaqit bermasdan ularga yordam berishingiz kerak. Ana o'shanda bitta shundoq guldek qizni hayotini barbod qilmaysiz.